Yusufjon aka, yaxshimisiz? Sog'ingiz yaxshimi? Bolalar yaxshimi? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ishlar yaxshi bo'lyaptimi? Aka, qarang, telefon ham qilolmadim orada. SMS ham yozolmadim. Men anavi ko'kramda massapatiyam bor. Halil olmishda chetgandim-ku. Shu men o'zi qildirdim. Ko'kragingiz top-toza dedi. Shuni aytib qo'yish esimdan chiqdi. Endi aytyapman, bugun bir shu Halil mahsulotidan bir kishi telefon qiluvdi. Shundan keyin esimga tushdi, aytib qo'ymabman-da dedim. Xudoga shukr, yaxshiman, immunitetlarim ham ko'tarilgan. Ko'kragim ham toza ekan. Bir ham kasal bo'lmadim shu dorini ichganimdan keyin immunitetlarim ko'tarildi. Даже gripplar ham bo'lganim yo'q mana shu. Ichganimdan keyin mana 4 oy o'tdi, ichganimga 4 oy bo'ldi-yu. Xudoga shukr, gripp ham bo'lmadim, hech qanday kasal bo'lmadim. Allohga shukr, yaxshiman. Shuni aytib qo'yish esimdan chiqdi-da. Mayli, sog'lik, salomatlik. Omon bo'ling, sog' bo'ling. Mana shu Halil mahsulotini doim yaxshi kunlariga ishlatsin bandalar. Xudoim hamma bandalariga shifo bersin, Allohim.